Ijtimoiy tarmoqlarda Damas rusumli transport vositalarining qatnov yo'lida xavfli manyovrlar bilan harakatlanib, qarama-qarshi tarafdan kelayotgan boshqa haydovchilarning hayotiga xavf tug'dirgan holati yozib olingan video tasvir keng tarqalib, haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilib, haydovchilarning shaxsi aniqlandi va avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Nidomlan mo'shtalarni Kiyonakariga chiqib, drift qildim. Drift qilganimni yaqin oshlarim ijtimoiy tarmoqqa qo'yib joylab, video qilib chiqaraverishdi. Qilganimdan afsusdan uzr so'raman. Dadamga bo'lgan tegishli Damaz'ni olib chiqib, Kiyonakariga drift qildim. Kechirishini so'raman, boshqa takrorlanmaydi. Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi binosida qoidabuzarlarning harakati, ularning ota-onalari, keng jamoatchilik va diniy idora vakillari ishtirokida muhokama qilindi. Muhokamada so'z olganlar yigitlarning bu qilmishi nafaqat qonunbuzarlik, balki odamiylik mezonlariga ham zid ekanligi alohida ta'kidlashdi. Oilada yetarli darajada berilmagan tarbiya natijasida yo'l bezorasi bo'lib yetishib chiqqan bu yoshlar ertaga yo'l qotiliga aylanib qolishi hech gap emasligi, qaysidir jabrdiydaning halok bo'lishiga sababchi bo'lib qolishi mumkinligi kuyinib gapirilib, yig'ilganlar ogohlik va hushyorlikka chaqirildi. Hozirda qoidabuzarlarning harakati bo'yicha to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudiga yuborilgan. Ularga nisbatan qo'llanilgan jazo choralari to'g'risida yana qo'shimcha axborot beramiz. Internetda mashhur bo'lish maqsadida qoidabuzarliklarni ko'z-ko'z qilayotgan ayrim shovvozlarga eslatib o'tamiz. Yangi qonun amalda ekanligini unutmang. Qonunchilikka o'zgartirish kiritilgandan xabaringiz bormi? Sizning keyingi mashhurligingiz sud zalida davom etmasligi uchun tartib qoidalariga qat'iy amal qiling.